mana bu retritda nima masalalar bo'ladi? Ana programmasi haqida gapiring va jalb qilish odamlarni tavsiya qiling. Buxoro retritimiz biz 15 dekabrda bo'lyapti. Bu juda keng qamrovli bo'ladi va bu ko'proq pulga ishlaymiz. Pul ongi, ya'ni ongimizdagi pullarga bo'lgan, boylikka bo'lgan qarshilikni ishlaymiz bunda. Va tana darajasidagi bloklar sizda turgan bo'lsa, sizni tanangizda sog'lomsizliklar, sizni tanangizdagi og'irliklar bor bo'lsa, siz albatta jonli retritga kelishingiz kerak. Chunki tana darajasidagi energiya terapiyalari o'tkaziladi retritda. Bu bir. Ikkinchidan, men shunaqa rejalashtiryapman. Ongni ham, ya'ni o'sha nimaga sozlash, boylik oqimiga sozlash, ya'ni yuqori energiya chastotasi, vibratsiyasiga ko'tarish. Men hali buni nima qildim, tayyorlayapman. Juda kuchli vibratsiya bo'ladi. Bilasiz, o'zi har bir terapiyalarimiz vibratsiya gersi yuqori, lekin jonlida undanda yuqori ruhiy amaliyot bajaramiz. Va yana tushligimiz bor. Siz bilan bitta tushlik qilamiz. Tushligimiz mana shu 3 ta nimamiz o'rin olgan. O'zi mana shuni o'zi bilan anchagina katta yuqori. Sizga va'da beriladi energiyangiz yuqori bo'lishiga. Agar sizda charchoq, dangasalik, uyqusizlik, mas'uliyatsizlik, hayotingizga natijasizlik bor bo'lsa, albatta bu retritga kelishingiz kerak. O'zingiz aynan mana shu retritda yangitdan kashf qilasiz. Har bir ayol o'ziga sovg'a qilsa bo'laydi bayram oldi. Albatta. Shu narsani tavsiya qilib Albatta, bayram oldi siz agarda men sayohatga chiqa olmayapman, men chet elga bora olmayapman, u yoqqa bora olmayapman deyotgan bo'lsangiz, Buxorodagi Labi hovuzda o'tkaziladigan retritimizga tashrif buyuring. Bu retrit sizga ham ziyorat energiyasini beradi, ham siz o'zingiz yangi jamoa bilan, yangi muhit bilan tanishasiz va o'zingizni yuqori energiyaga sozlaysiz. Bayram oldi sizga bir tuhfa bo'ladi o'zingiz tomoningizdan. Va mana bizlar YouTube kanalimizda o'tkazilayotgan marafon haqida gapirib keting. Bir oylik tashkil etilgan, har oyda uzviy davom etadigan marafon haqida. Biz YouTube kanalimizga yangi marafon tashkil qilyapmiz. Bu marafonimiz 1 oy davom etadi va bu har doim jonli bo'ladi. Ya'ni jonli kun davomidagi energiya terapiyasi berib boriladi. Ya'ni kunlik sizga energiyangiz berib boriladi va bu 1 oy muddatda olasiz. Har oyingizga yangitdan nima qilasiz? Kirasiz, olasiz. Bu to'lovli bo'ladi. Endi minimum summada bo'ladi, maksimal katta summa emas. Minimum siz o'zingizni energiyalaringizni tiklab olishingiz uchun, o'zingizni o'z hayotingizni ko'ra olishingiz uchun, charchoqdan xalos bo'lishingiz uchun, hayotingizga maqsad qo'yishingiz uchun, ichingizdagi o'lib ketgan o'sha umidni uyg'otish uchun bu sizga juda foydali bo'ladi. Ruhiy oziqa. Masalan, biz kun davomida 3 mahal ovqatlanamiz-ku. Lekin ruhimiz qachon ovqatlanadi, unga qachon ovqat beramiz? Aynan mana shu YouTube kanalida siz o'zingizni ruhiy ozuqangizni olib borasiz, ya'ni berib borasiz o'zingizga. Siz o'tkazayotgan terapiyalar potensiyallari o'ta yuqori. Maqtaymi? O'zingiz maqtang deydi. O'tkazadigan terapiyalarimizni aynan yuqoriligining asl mag'zi ham ruhiy energiya, ham bu hayotimizdagi tanamiz bilan ishlanadigan va qalb mana shu 3 ta mutanosiblikni bittada olib o'tadi. Ya'ni kuttirmaydi. Sizga natijani kuttirmaydi. Sizni ongingizga chidab tur degan jarayonni kuttirmaydi. Nimalarni yozib bir nimalar qilmaysiz. Sizni ongingiz bittada kvant sakratadi. Berayotganim shu. Ya'ni men hozirgi kunda eng yuqori yechim va eng kerakli zarur holatdagi nima deydi, shifoni mana shu terapiyada deb bilaman. Hozirgi kunda. Ya endi mana ilohiy ruhiy o'zim qayerdan olayotgan potensialni gapira olasiz? Qaysi potensial? Shu terapiyani qayerdan kelayotgan? Potokdan kelayotgan. Potok, o'shanda kengroq. Terapiyalar har bir ommaga kirganda, jamoa bilan ishlaganda yoki mijoz kelganda bu o'ziga o'sha insonni o'zi oqim ochiladi. Ya'ni unga kerakli bo'lgan shifolash metodi yoki shifolash jumlalari, so'zlari o'sha boya nimada qilgan aybdorlikda qilganimizdek o'ziga o'ziniki berilishi boshlaydi. Va biling, bu hech qayerda o'qilgan, yozilgan yoki ko'chirilgan jarayon emas. Bu tirik
tirik tajriba sizni kodingizga tushadigan kod bu. Shuni bera olaman. Ruhiga ulantirib, Ha, ruhingiz ruhi bilan ishlab beradigan. ruhingizga ulab ruhingizni oziqlantirib beradigan aynan juda kuchli yuqori chastotada bo'ladigan terapiya. O'zini anglash va o'ziga kerak narsani yetkazib berish uchun ha siz xohlaysiz yechimni, lekin topa olmayapsiz-da va siz eshita olmayapsiz ham, hech kimda ko'ra olmayapsiz ham va sizni diqqatingiz tarqoq va bu yerda bilishingiz kerak, sizni taningiz boshqa yoqqa tortyapti, ruhingiz boshqa yoqqa tortyapti, qalbingiz boshqa narsani xohlayapti. Aynan terapiya bu 3 ta nuqtani sizda jamlab beradi. Bir mujassamlik. Ha, o'zini o'zi ko'ra oladi, o'zini o'zi eshita oladi, o'zini o'zi his qila oladi. Mana shu uchlikni sizga bir butunlikda bittada olib kelib beradi, bo'ldi. Faqat tanaga qaratilmasa, ruhiy ongni o'stirishga qaratiladi energiyasi. To'g'ri. O'sha paytda tanani birgalikda o'qitish kerak. Tanani yetkazib olish uchun qanday? Mana shunda o'z terapiyada taningiz yetishib oladi, bilasiz-ku, tanada sovish boshlanadi, taningiz qizib ketadi. Ba'zi bir o'quvchilar yozyapti, ko'ngli ayniyapti deb, bosh og'riyapti deb, ko'zdan yosh keladi, ba'zan burun bitadi, tomoq og'riydi. Mana o'sha tana bilan o'tayotganini anglatadi. O'sha energiyani qalbga kirib borish jarayoni nima qilayotganda o'tkazib beradi tana orqali o'sha jarayonni. Ha, bo'ldimi vaqtimiz? Ha. Yana keyingi yangi yil oldi maqsad qo'yish bo'yicha ham bitta marafon uyushtira olasizmi? Mana shu yillik plan o'sha bo'yicha gapiring. Qanday plan qo'yish natijaga chiqish bo'yicha. Pulli bo'ladimi? Pulli bo'ladi. Ha. Объявление beramiz o'shani. Biz aynan yangi yil oldi maqsad marafonida bu nimani beradi qizlar? Siz har doim maqsad qo'yasiz, maqsadga erisha olmaysiz, nimaga? U qalbga tushmaydi, ya'ni hisga tushmaydi. Agar siz xohlagan narsangiz, siz xohlagan hisga tushsa, ya'ni siz uni ichkaridan xohlasangiz, albatta bu hayotingizga kirib keladi. Siz uchun birinchi o'rinda maqsadlarni to'g'ri qo'yish, maqsadlaringizga erisha olmayotganingizni sabablarini ko'rib chiqish va maqsadlarni o'zingiz uchun shakllantirishni biz aynan siz bilan 3 kunlik bo'ladigan yangi yil oldi marafonimizda ishlaymiz bu ustida. Bu ham terapiya bo'ladi, ham maqsadlar yozamiz bu yerda. Men ko'proq yozganda o'zimda hayotimda foydalangan texnikalarni beraman. Bulardan eng sir asrorlardan biri xohish, ya'ni hissiyot. Qalbingizda siz qiziqqan narsa turadida, siz atrofga ko'rsatmoqchi bo'lgan, maqtanmoqchi bo'lgan maqsadga qarab ketib qolasiz. Aynan mana shuni bartaraf etamiz marafonda. Terapiyalarimiz 1 soatdan 2 soatgacha davom etadi. Har bir yakka tartibdagi terapiyalarimiz va bu terapiyada sizni butkul ichki holatingizdagi, aynan sizni bugungi kuningizga sabab bo'lgan jarayonlar to'liq ishlanadi. Va to'liq ishlangandan keyin mas'uliyat sizda qoladi, ya'ni qaror sizda qoladi, harakat tanlovi sizda qoladi va sizni natija uzoq kuttirmaydi. Ya'ni uzoq kuttirmaydi deganim, bu yechilgandan keyin sirasi sizga energetik kelishi boshlaydi, hayotingizga kirib kelishi boshlaydi terapiyada.